Ana bo'ldi. Qo'lim tushib qopti, qarang, nimaga qaramadingiz? Jonimga tegib ketishi 100 marta rasmga oldirasan. Nimaga o'tgan asrda tug'ilmagan? Mana o'tgan asrda bunaqa odamlar bo'lmagan. Sandagi va nihoyat betakror san'at asari. Bu san'at asarini xalqimizga namoyish etsak bo'ladi. Boshidan chizing. Nima? Nega? Qanaqasiga? Ey xudoyim. Axir yaxshilab qarang, mening sochlarim to'lqinsimon, bu yerda sonda emas. O'tgan safar sochlaringni to'lqinsimon qilib chizganimda senga yoqmagan edi-ku. Unda meni libosimga yarashmagan ekan. Xullas, u o'xshamagan portret bo'lgan. Men ustaxonam seni o'xshamagan portretlaringga to'lib toshib ketdi. Nahotki bitta portretim ham seni ko'nglingdagidek chiqmasa? Azizim, Ha. bu yoqda semiz bo'lib qolganman. Bunisida bo'lsa ensam qotib yotibdi. Bu yoqda yo'qsirab turibman. Bunisida uxlab qolganman. Bu yerda rangsiz. Bunisida esnayapman. Bunisi juda ham chiroyli chiqqan, lekin chambaragim qiyshiq. Bu haqida gapirishni ham xohlamayman. Axir to'g'risi hamda. Nima uchun siz erkaklar biz ayollarni chiroyli qilib rasm qilib chiza olmaysiz? Voy xudoyim. Mana senga mo'y qalam. Ol, mana senga bo'yoqlar. O'zingni o'zing chizib ol. Shu ayol zotini hech qachon tushunmaganman. Nega bunaqa qilishadi? Ish qilib kelajak davlatlarimiz bu muammoga yechim topishlariga umidvorman.